Qirg'iziston elina qayrilamiz. Albatta, har bir eldan murunqi tarixida esda qolarlik jana ma'nulik voqealar, jana datalar bor. Alar hozirgi jana kelajak uchun sabaq alishad. O'zuncha hozir bir necha kundan beri Tojik elining har bir patriotlik, o'zi bulukchi, jana madaniy o'kuli Qirg'iziston bilan chegarada denisak jana akuldu eldi so'z jana kalam bilan suratda qiyin bo'lgan akirki voqealardan qayg'uli uchurlarin boshdan kechirib jatad. Chindan-da eli Qirg'izlar Tojikistonga o'xshagan buljer o'zining kuchli erki, aqlmandligi, jana aql esi, bilimi jana izgiligi, dunyo tanimi, jurakdagi jana tiymanbasligi, qavmdan jana el araliq uyumlardan jalpi odamzodlik normalarin soqtov jana tanu orqali o'z ubaginda uluttu arqanday ellardan jana urug'lardan reyderining ko'rgagan ulu odamlardan jaratganin unutpashi kerak. Bu pozitsiya har doim boshqa ellardan jana ellardan urmattusina, maqtovsina jana rozichiligina bo'lgan. Odamzod tarixi atak suygun Tojik uluttun sivilizatsiya, madaniyat, indettuluk, baluluklar jana kadda salatlar, qayrattuluk, adamgarchilik jana mamlakattulukdan boshqa o'zgacholik to'ri jagina qanchalik ortiqchalikdu ekanligin ko'rsatib turadi. Bugungi kunda sivilizatsiyali Tojik eli uluttun lideri hurmatli Emomali Rahmondan yetakchiligi aslida tinchlikni suygan jana jaratmand siyosati bilan o'z elining ushunday ko'rinukli tarixiy insonlarin muraskari bo'lib sanaladi. Qo'shni o'lkaning qiziqtar toptorunun ayriqcha alardan hozirgi yetakchiligining ta'sirida el araliq uyumlardan tribunalaridan jana boshqa sotsiallik tarmoqlardan sabatsiz, ko'ragöchtuk emas, tajribasiz, o'zimchul jana ambitsiyali odamlardan yetakchiligi aslida qo'shni o'lkaning chegarasina insirovkalar jana shikakto'lur bu turdan sabatsizligining jana irayimsizligining belgisi. Dal ushul oro kundirdi o'lkaning prezidenti eldan to'bolik aqlmandligina, sabrduligina jana Tojik elining bekam jana qayrattu erkini ta'zim qildi. Bu sezimtar uchurlarda el ara bir odam jonini o'ylanib, mekan chegin ko'rgov jana o'lkaning yashovchilarining tinch yashashi uchun birdek aqldu jana aqlga siyarlik choralarni ko'rdi. Mindan tashqari ilk baluluklarga bo'lgan ishonimni ko'rdanib, andin keyin bargan sayin uluttun tarixining jarkiragan betlerin tayanib, patriotlikdan jana mekanda suyundun arqanday yo'lunda dunyolik ko'pchilikdan bardik elderining jalpi qabul alingan chenimdarin soqtov bilan gumandu ishonimdar tura jana igilikdu ekandigin dalillet. Eng negizgisi ko'z qaradisiz Tojik elining uluttun lideri hurmatli Emomali Rahmondan ko'ragoch jana tinimsiz siyosati aslida odamzod tarixida oltin tamgalar bilan tubulukku jaziladi. O'shonga boylanishdi Tojikiston elining Qirg'izistondan jarandarina jasagan xayrululari, jana sunishlari, alar Tojik elining tarixina jana taqdirina ko'rinukdi ishmerlardan murasin, Tojik elining ulut liderining aylanasindagi birimdigin izildi uchun boshqa ish arakterlardan bosh tortuvga ilayiktu, ubaktiktu tandab, o'z elining mindin arqi taqdirin o'ylab, arqanday qayg'ulu ish harakatlardan, chigimchilik harakatlardan jana boshqa ayibtokchu jo'sundardan alis bo'lishadi. Tojik elining Mavlono Jaloliddin Balxiy Rumiyning ulu uldarining biri nasidaniyasida jazganday bir narsa jasodin je aytgandan murun juz yo'l o'ylon.